Hadi vakti yetişinler. Oh. Boros, oğnasan merhaba. Oyuncuğun dobatının açığını keltirmesin. Əməliyyat bu nəhayət faydalı sayman. Bu şamaldırğıçın əhmiyyəti çox. Ne mahmiyetim olsun. Əgər bunu çoğunraq qıb yazsaq, şamal gücüdən faydalanğılı boladı. Onun bilan kema yoki boshqa narsalarni harakatlantirgili boladı. Mayli. Bu acizroq bo'lib qoldi. Agar sharoit bo'lgan bo'lsa, Boros, bu narsani boshqalarga berib qo'ysang bo'lmamdi. talantni boshqalar xato tushundi. Undaq desangiz Boris ranjib qoladi. O'tgan Saymoni saqlimni ko'ydirib atgili oz qoldi. Keyingi Saymoni meni kavob qilib atgili tas qoldi. Yana qanchalik ma'amiz? Ish bo'yicha Brunoga yetib boramiz. O'ch oldirish berib nima qilamiz? Qaral bu orolning hukmroni, u bizdan qarshi olamdi texi. O yaxshi odam. Biz uningga bir ishni qilib bersak, ko'p haq bermoqchi bo'ldi va bu orolning taqdirini bizga topshiraman dedi. Ishonmayman. Bu pulni olsak, dengiz safarda xarajat qilmamoq. U chaqda Temdiamni izlab tepib olamiz. Yani ishonmayman. Broniyaning do'stona davlat ekanligi ilm esimda. Ondaq qizg'inlikni ular yasalmılıq bilan ko'rsatgan. Ular bizni qarshi olyapti, nima? Tandarkat musobaqasi qilayotgan o'xshaydi. Sindibat! Sindibat! Sindibat, keldinglar mı? Sizning ko'yginimdan xo'shal. Mən xoşal. Vaxt az qaldı. Meydana çıxış vaxtınız gəldi. Meydana çıxsınızlar. Çimpi bolsunuz. Verəsiz. Benim mən. Azra qışlıqsınız nurğun pul verin. Saqaçılıq verirsiniz. Siz de köynünüzde dolu mu xoşal? Mən dolar. O geldi. O qaldı siyasını oldu. O kartla cambazı. Bu onun musabık kimi. Başı yaş balıma. Ben neymiş qılaman? Onun bilen çelişsiz. Çelişsiniz çok mutsuz. Men usta chilish tutursam, jadaq yo'q. Çapsan meydana uçuyor. Oh, dobat. Men Maaşına. erishadigan bo'ldim. Çık pul alalaysiz. Çık pul. Çıkın. Hey! Ko'pchilik yaxshimisizlar? Tez turyapsizlar? Men Broniyaga vakolatdan maydonga tushiman. Raqibimni tex ko'rib boqmadim. Sizning usulingiz meniki bilan o'xshamaydi ekan. Oh, to'xtab turing. Siz semizgansiz. Albatta menda kuch bol sizda. Adaletsiz oldu. Çatak çıkama. Duman. Neymiş ha? Onda kızan öldürüydü. Neymiş bunu öldürürsünüz? Eğer Dubat'ı öldürmesem Kadir beni öldürüydü. Mən düşəmədim. Sen bile karım yok. Sevdim ama. Bence iş yok. Kele Kadir. Yana tutuşaylı.
Kile. Kile. Seni kememse. Kile. Kile. Sizni tabriklayman. Nurg'un pulga erishdingiz. Karım. Siz mushundoq bo'lishini burunli biladi ekansiz. Oh, qizchaq, sizlarni ziyofatga taklif qilaman. Oh, nima? Xafa bo'lyapsiz? Mening taklifimga xush bo'lmadingizmi? Elim. Bu zadi qandaq ish? Menga aytib bersangiz-chi. Hozir emas, oram elishdan keyin. Qani, siz de beqinga. Bir odamni quduq tashlab etib, kayfim qandaq bo'ladi? Endi nima siz keldi? Nima? Ayb o'zingizda. Siz ulgurib kelmadingiz. Shunga ikki qatim o'yin ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. O'yin ko'rsatish? Umid sizda. Butun oroldagilar sizdan umid kutyapti. Bular uning chelish qurollarimi? Uyg'urcha ovozli yuqori iliqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzuk film tur bekitimizga qadam tashrif qiling. Tur bekat adresimiz www.suzukfilm.com. Men buni odatga chilish musobaqasi emasligiga siqib qoldim. Oh, shundoq. Siz qanday o'ylaysiz shundoq? Ishqilib siz chetilib qoldingiz. Og'zingni yummasan. Dumingni berma. O'g'ladingmi? Birovni tajovuzga uchrayotdi. Sizlar bizni qutqazg'ili keldinglar. Kim tajovuz qilmoqchi? Qo'shin qani? Sizlar ko'ni qarashtirgansizlar. Bu bir xil yangi shakldagi urush. Hanımlar, efendiler, Broniye arıldaki kişiler, bizning musobaqamiz tek tugmidi. Bu Riyon arılının vekili, ataklık, Cambaz Puru. Bu Broniye arılının vekili, ataklık Matros, Sendibat buludu. O avyara. Bu yaxshi niyatli teklif emas. Bu qandaq ish? Tushuntirib qo'y ilgari. Sizning vaqtingiz to'shdi. Bu qilishni elib oling. Asqatib qola. Sizga omad tilayman. Bak, bu son kere yok oldu. Oha, omad tilaymiz. Sana onun siyah yetkizdiğin bolsa, çeynini alıver. Musobaqat vaqti qandoq? Tuyigacha. Shart emas. İlish usuli qarab yoki kiyim-kechaklargami? Tirik qolgan odam yangan bo'ladi. Odam o'ltiramda 5 yil qubim.
Menimcha bu qiyinlik darajasi yuqori musobaqa. Qaslash aman qaslash. Agar siz shunday o'ylasangiz shunday. Hey, do'stim, birdan to'xtaylik. Birlikda ichishib olaylik, qanday? Ben raqibimni yengdim oliylari. O'yin tek tugimidi. Tushunmadim. Raqibingiz o'lmidi. U shundoq. Ammo u hushiga kelganda biz qattiq og'riydi. Siz uni o'ltiribsiniz. Ondan g'alaba qilgan bo'lsangiz. Siz uni o'lta dedingizmi? Men musobaqa uchun odam o'ltirmayman. Bu musobaqa emas, matros, urush. Deydi, urush bo'lmadi. Qo'lingizga qurol olsangiz bo'larmikin? Sarang o'pdi-ku. Biz Xaliyada so'zlashaylik. Hech kim aralashmaydi. Poroni matros o'ltamidi. Shunga inovatsiz. Men matrosni yangdi deb e'lon qilaman. Musobaqa tamom bo'ldi. Musobaqani davomlashtirishni talab qilamiz. Sen mening gapimni rad qila olamsan? Kechiring kata oliylari. Biz undaq demoqchi emas. Uning uligini olib ketinglar. Mening bargayimda so'zlaydi. Inoy. Men Jirohyadan sizga qotil o'g'il kelmadim. Men sizni do'stim deb ketdiman. Aha, do'stim, siz tushunmaysiz. Bu ish bek murakkab. Amasi bizga buni tushuntirib qo'yo. Bo'ladi. Kart degan bu ablah bek vahshiy. Uning bir kuchli qo'shini bor. O qo'shinga tayinib atrofidagi barliq orollarni bo'ysundirdi. Keyin qirg'inchilik maqsadida mushundoq o'yinni o'ylab chiqdi. Uning kuchli jambozlari bilan boshqalarning kuchli hisoblangan odamlari elishidi. Agar siz yangsangiz-chi? Hech kim ularni yengib boqmagan. Ular yengilmas jambozlar. Shunaqqa siz meni taklif qilibsiz-da. Menda tizimlik bor. Uning ishida eng munavvar deb Uyg'urcha ovozli yuqori aniqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzuk film to'r bekitimizga qadam tashrif qiling. To'r bekat adresimiz www.suzukfilmchekit.com. O'zingiz bir nima qiling. Kartning askarlari dengiz bo'yining hamma yerlarini qamal qildi. Uning ajoyib bir suratga tushirish asbobi bor. Kimni kim ketmoqchi bo'ladi ekan, o'ltirib o'tishni yanmaydi. Yolg'on gap qilmang. Siz shunday qarabsiz? Men nima bo'laman? Yaxshi tarafdan aytganda siz o'tkalda o'tib bo'ldingiz. Yomonlik tarafdan aytganda-chi. Sergar Jambaz bilan ilishsiz. Sekreter jambaz sizni kechki tomoqqa taklif qildi. Ma'qul. Balkim bu jonbaz bilan kelishib qoladi. Kechki tomoqda nima yeysiz? O't 3 yil deb qoldi. Hey, my fair. Hech nima o'ylamada o'zg'idayman. Men kartning shamshirini o'ylayaptiman. Agar uning sehri kuchining qanday kuchli ekanligini bilsam, uningga taqobil tura olishim mumkin.
Eng muhimi amal qilib Şemşerdagi sehriy kuchni bilish kerak. Uqdingizmi? To'g'ri. Tamamen to'g'ri dedingiz. Nima vichirlaysa, Mayfield cho'p oldi. O o'zining o'disidan chiqa oladi. Oylik kelsa, mayli emasmi? Shuni deyman. Onunla ishdan bo'lmaydi. Sog' salomat qaytib keladi. Shundoq bo'lmaychi? Ha, ajab ishim tushdi. Qarab qo'yinglar. Men bu oylik kelay. Bağın. Beriver. Ben bu kuş bilen kalıma. Sen bana kuş kanını itinle sözlep veremsen. Mening odatimni bilamsiz? Men burun Yaponiyaga borgan, efendi. Men sizni xafa qilib qo'ydimmi? Yo'q. Men o'zim o'ldirmoqchi bo'lgan odamni tadqiq qilishni yaxshi ko'raman. Hamma odamda har xil mijoz bo'ladi. Siz bu boshqalarda meni masxir qilyapsiz. İnsan hissiyatı yo'q, odam o'ldirishni bilgan vahshiy chetlik deyapsiz. Meni xato tushunmang, jonbos. Biz bir-birimizni tushunib boqaylik. Bizda muz ustida teyilgandan usul o'ynagan afzal deydigan tamsil bor. Sizlarning davlatingiz Rahmat sizga. Hey, bu yerni nima qilyapsiz? Xalqning yolg'on gaplarini anglay deb yuriyman. Men qo'mondoninglar kart bilan ko'rishay deydi. O da qaldırash. malol qilmang. Biz bilan mundasingizmi? Bo'laverdi-ku. Onun işi nima balig'ini bilaman. Ko'nglimiz ichilgan bo'ldi. Ishga ishingni qilish. Men shunday qizlarga amroq. Siz meni xushal qildingiz. Shundaqmi? Ben xo'sh ekansan, sen cho'sqa. Bu mu ko'ngillik ekan? Ha? Nima ish bo'ldi? Oh, shoh odillari. Bu askarlar meni o'zi qilmoqchi bo'ldi. Qo'rqmang o'mig'in. Ular meni qo'g'daydiganlar. Ular menga xas qildigan qotillar va jasuslarga taqobil turdi. Sizdek Sayib Jamolga cheqilmaydi. Shoh odillari, siz bir jamboz bo'lib qolmay qolsiz shoir ekansiz. Siz men bilan birga ishlashni xohlamsiz? Benim bilan xohlayman. Adimlarni keyin berman. Yo'qolinglar. Sizlar ishkinglar, sirtib turib turinglar.
Sen o'lgili keldingmi? Ondaq bo'lishini xohlamayman. O nima ish qilish kerakligini bilsa bo'ladi. Sizning mijozingiz baxarit ekan. Aroq ichkish shundoq emasdi. Bu bek kuchlikka. Yo'q. Siz bir nima o'ylayotganda qilasiz. Sizni rayimiga salomidimmi? Qilchi qo'rqmadim. Sizga bir oz hayron bo'ldim. Uyingizda shuncha chiroq edi. Mening uyim yo'q. Kechiring. Esdashlig'ingiz kerak emas. Hech kim nomog'i ish og'ritishni xohlamayman. G'azabli holatingiz qalb yoringizning ifodasi. Uyingizdagilar o'ldirilganmi? Aileniz qazoga uchraganda men de kichikdim. Keyin urush bo'ldi. Urushda men yitim qoldi. Kart beni beqib, cho'ng qildi. O meni jonbozlik bilan tarbiyaladi. Uzundan beri nurg'un jonbozlar ichida eng munavvar hisoblanyapman. Lekin Keyin men uning vahshiy qonxo'r ekanligini bildim. U barliq odamlarni changiliga evilib, azoblashni xohlaydi ekan. Men uningga ishlashni xohlamayman. Ammo samuray ro'yi uning bo'ysunishga majburlaydi. siz unda qilmang. Men qechib sargardon bo'ldim. Kartning g'azabini qo'zg'adim. U meni tutib olib, o'ldirmoqchi bo'lib edi. Men dengizga sakrab, to'lqinda qoldim. Shuning bilan siz boshingizdan ketdingiz. Boshingizga kelib qarsangiz, notanish joyga yetibsiz. Ustingizga nepiz ipak kiyim kiyyapsiz. Bularni qanday bilasiz? Ikkimiz o'xshash taqdirli odamlar. Bo'ldi qiling. Men sizning o'yiningizni bilaman. Siz meni o'zingizga tortmang. Men kart uchun ishlayman. O meni haqiqiy jonboz deb taniydi va hurmat qiladi. Men sizni o'ldiraman. Bu mening vazifam. Biroq siz qilishni xohlamagan ishni Kelma. Sahip Cemal, siz mening ko'zimga jiddiylashayotgandek ko'rinyapsiz. To'g'ri dedingiz. Siz naq vaqtida kelibsiz. Men shaxslik o'rnimni odatdan tashqariroq bir ayolga qoldirmoqchi bo'layotgan. Huquq meni mafton qiladi. Bu bir haqiqat. Mening aqlimga shamshirim qo'shilsa, men tang'asiz bo'laman. Buning ichida ilgarlik muhimolqa. Lekin bu shamshir Bu muhim emas. Sansizlagan odamlarning hukmroni bo'lishda kuch bo'lsa kifoya qilmaydi. O odamlar sabiy bolalardek qo'g'dashga muhtoj. O'zlari kalla ishlatmaydi. Men ularning davlatiga kelib, ularning bosh qatimchiligini hal qilishga, ularni tez omon baxtli yashab qizishga va'da qildi. Ular tashakkur yuzidan hammadan voz kechdi. Ammo tushunmadiki, ular tushunsiz-chi? uchoq kechikib qoladi. Mening qo'shinim bu yerni egilab bo'ladi. Men ularni qilish bilan bo'ysundiraman. Shamshirimni qo'limga olsam, bosh agmaydig'ini qolmaydi. Mening qilich sug'urayotganimga qarg'an odamlar birimi saqlanmaydi. Ammo siz o'xshamaysiz. Güzelim. Sizmi bir jambazg'u deyman. Men sizning ko'zingizdagi ushqunni ko'rdim. Bu bir paket. Cheksiz iftixorlandim. Taxas buloq. Bunun qaraq. Kimki bu Mamat Shamshirimga tagsi o'lmay qolmaydi. Mening qudratim cheksiz. Men jon olg'uchi muakkal.
Keling qizchaq. Bu dunyo bizga mansub. Men bu odamlarni qo'nchoq qilib o'ynayman. Sizga keldi. Yo'q, Qaravul, kelinglar. Seningni olaman. yo'q. Tavba, İşi kerak. o'zim joylay. Ma'qul. Biz malayli. Shamsharni amma. U bo'lmasa bo'lmaydi. Onu alımız desek balık yol kımız. Tez bulup. Runga. Şah yo'langla. Ulan tutinglar. Yaxshi, biz bu Şemşerning sirini bildik. Onu seni batqa aytib beraylik. Bo'lmasa uningni boshqalar Şemşerni sug'urib olish fursati bo'lmaydi. Mayfil degandek Şemşerning sekri kuchi bo'lsa, men uning sirini tekshirib baqay. Qandaq dedim? Boris, hozir unda qilgan vaqt qolmadi. Bilaman, men bilaman. Bugun kechda Şemşerga taqabul turishni avvallik qilish kerak. Ronga o'diga o'yinchoq. Bak bomba yigit. Yo'q, u aqlliga. Tex amalni topdi. Menlar do'stlar. Men bildim. Kimiga borayli tez? Men birdim yasayman. Ne degan go'zal kecha. Men Şemşerga taqabul turishni amalini topdim. Siz durust odam kelsiz Jambaz. Ammo kartsizdan foydalanib tumanlagan odamlarni o'ltiryapsiz. Yo'q. Men yeni sergardan bo'lishni xohlamayman. Men o'z egam uchun kurash qilaman. O'lsam olmaydi. Bir haqiqatchi Jambaz bir alvostini qo'g'dab etibdi. Agar matros bo'lish orzuyimga yetgan bo'lsa, o'chaqlamaylikdi. Sizni o'ltirmasam pushaymon qilaman. Nima o'ylayapman bilamsiz? Bu ishlardan qo'l uzsangiz kechikmaysiz. Yo'q. Men unda qilmayman. Endi qassam vatanim va xalqimga osiylik qilgan bo'lib qolaman. Men uning shunda qasam bergan. Mendan ansirma. Men xiyoliy tasalliga ega. U yerdagi himoyachisiz kishilarni qo'g'dayman. Men u yerda o'zimni erkin, iftixorlik sezman. U yerdagi xalq uchun xizmat qilayotgandek bo'laman. Mening bir ustozim menga har qanday vaqtda xiyolingni reallikka aylantirg'ili bo'ladi degan. Bu degan real dunyo senibat. Huquq hammadan ustun. Ammo o'xshash ideya, o'xshash taqdir bizni o'zaro bog'ladi. Sizning kartga qotil bo'lgan kunlaringizni tamomlash vaqtingiz keldi. Boros. Bugun ajab xush ko'rinsan-ku. Obdan uxlabdi men. Ilmiy davolash bilan sog'lom bo'lib qoldim. Menga deydigan gap bormi? Albatta, yerim otliq noshta qiladi. Xonimlar, efendiler. Broniya arildiki puhralar. Hozir iftixorlik bilan shuni jakalaymanki, mening chempionim Jambazim bilan Broniya arlining chempioni Matros Sindibad
o'ttirsizki elishish. Hozir. Başında. Bakın. Hozir bu yerdan kessiniz bo'ladi. Men sharaf uchun yashayman matros. Afsuski, mening qo'lim qiningizga bo'yilishi mumkin. Ehtiyotsuz, sen bak, sen bak. Yol verin la, ben doktor. Bu adam ölüptü. Yo'q, mumkin emas. Undaq bo'lmaslik kerak. O batırlık bile öldü. U o'lmaslik kerak. Kalma. Ko'pchilik, Canbaz öldü. U o'lgicha samuray ruhini ifodladi. U tunugun kech menga agar o'lsam dengiz bo'yi dafn qilinglar deb vasiyat qilgan edi. Men uning taklifini hurmat qilaman. Men hozir yangi Canbaz bo'ldim. Broniya orliq g'alaba qildi. Chempionlik salohiyatim bilan shuni e'lon qilamanki, bu urush o'yini musobaqasi oyoqlashdi. Davlat xalqqa mas'ul bo'ldi. Biz tinchlikdan bahramand bo'laylik. Men bu so'zlarni tinchlikning cho'lpini Karal generalga vakolatdan da'votiman. Şundak. Ayaklaştı. Halayık ayaklaştı. Yo'q. Urush oyoqlashmadi. Men oyoqlashtirishga unamayman. Men sehr kuchim bilan sizlarning ahmoqona ishinglarni to'sayman. Hazır ben öz arlığımı yanlış bilen kolga aldım. Kart. Vuruş ayaklaştı. Bu oldu. Uruş ayaklaştı. Yo'q. Men eng oliy hukmron. Sizning o'rningizda men bo'lsam, hozirlik ketdim. Xuddi Bu oldu. Kart. Özünüz bitken belgimizge özünüz emel kılmışsınız. Uçakta kaydı degen yok neme boludu.
Hozir rost gapni qilsak, sizga hech kim qoyil bo'lmaydi. Agar qoidani buzsangiz, xalq isyon ko'tardi. Bundaq ish har qachon yuz berishi mumkin. Ma'qul, men yengilganimni e'tirof qilay, Karal. Ammo ikkimizning ishimiz musobaqa bilan aloqasiz. Men sening qeningning Broniya qumligini bo'yg'inini ko'may qo'ymayman. Men sizning eg'ir besiq ekanligingizni degandim. Esingizdami? Yo'q, undaq demagan. Sizning o'rningizni men bo'lgan bo'lsam, bu oroldan darhol ketardim. Siz qanday qilsiz? Kerak yo'q. Xayr, xo'sh do'stim. Xo'sh. Şemşerini aldınız mı? Fursat bo'lmadi, Mayfil. Hamma ish joyida, kapitan. Amsi yo'lga chiqaylik. Jonbaz qani? Men bu yerda seni bor. Rastlı matrosga o'xshabsiz. Asirma, bu kiyimlar kirishidi. Bu sizning tunji kemingiz, kapitan. Gerçi cho'ng bo'lmasa-mu, boshlanishga bop keladi. Kemida 2 haftaga yetkidek oziq-tulik bor. Rahmat sizga seni bor. Arzimaydi do'stim. Jonbaz botirlar qurbon bo'ldi. Matros butun jahonni aylanib, o'zining orzusini ishga oshirishi mumkin. Nurg'un odamlarni bo'zaq qildi. Mangulik ko'z yumdingiz. Seni bor yuragingizga qilich sanjidi. Yuragingiz temirdanmi qattiq o'xshaydi. Qilichni so'ndirib yetibdi. Rahmat sizga seni bor. Siz mening ansirashlarimga chek qo'yib, erkinlikka erishtirdingiz. Xoin! Qanday qilishni bilasiz. Tez kemiga chiqib, otlaning. Men sizni tashlab ketmayman, seni bor. Ularni o'ldiringlar. Avval xoinni o'ldiringlar. Herhalde işiteli. İçildi mi? Bahçimka. Tez mi? Silah bakayla tez. Rahmet. Xoinni o'ldirganga pushaymon qilmayman. Ammo matrosga kelsak, agar kechirim so'rasang, qo'yib berishim mumkin. Qanday hili ishlasangmi, sening qo'lchomog'ing bo'lmayman. Yo'q. Sening qo'lchomog'ing bo'lmayman. Sana taqobil tura olmayman. Ammo ilishmoqchi emasman. Qal, Men bu qo'rqib qolmayman. Aylandırıla! Avval seni öldürmen. Ondan hamralarını aldırmay kıynap öldürmen. qo'lingdan kelganini qil. Qo'limdan hech kim qechib qutulgan emas. Boris, uni qurolni uchirib ver. Sen işini bilisan. Dolbar, Ronga, tez bulunma! Şemşer bizim adamlar kim misin? Tez, tez! Tez!
Bu şemşerge tayinib yaşaydigan adam yok kaldı. Öz egangni tepib ol, olvosdi. Meningcha beliqlar uni obdan ishlatadi. O matros bo'lalam. Cho'qim bo'lalaydi. Biz ikkimiz bir yo'ldagi odamlar ekanmiz. Azroq ifodasi ko'rildi. O go'yo sovg'at elib xo'shal bo'lgan sabiy bolada. Xo'shib ketdi. U orzularni qachonlar amalga oshirsa, bo'laverdi degan haqiqatni oxir tushundi. Uyg'urcha ovozli yuqori aniqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzuk film tor bekitimizga qadam tashrif qiling. Tor bekat adresimiz www.suzukfilmchekit.com